O'zbekistonning eng mashhur bangerlaridan biri, ya'ni Dilimiy aka menga shart berdilar. Bu xastik jinni bo'lib qopti, tomi ketib qopti. Nimaga deysizlar? Hozir mendan o'ziga o'zi shart so'rab oldi-da. Endi afsuslanib o'tiribman. Afsuslanmayapsan? Afsuslanmayman. Nima afsuslanaman? Hatta 24 soat mashinaning yonida oyog'imiz qo'shilib yashashim kerak bo'ldi. Qiyin joy, yo'q. Qo'shilib? Ha, voy. Voy, sani qo'shdi. Da, mayli. O'zing ko'pda oyog'ingda turgan bo'lsa bo'ldi. Da, boshqa. Ko'pda oyog'ingda turgan bo'lsa bo'ldi. 24 soat mana masjidda mashinaning ichida yashaysan. Da, 19-apreldan 20-aprelgacha soat 6:00 da. Uydagilardan ruxsat so'radim. Mujib so'rab bo'ldi. So'rab bo'ldi. Gap, mujib. Qara, bajarsang respekt lekin. Xo'p, do'stlar, sizlar bu sifat podдержка qilib, story polni kommentariyalarni bangilab tashlashingiz kerak. To'g'rimi Dilshod aka? Bos ukan, bos. Ko'ramiz lekin bor, qoladi. Hojatxonaga chiqamiz. Agar men shartni bajarsang, yaxshilab eshit, agar bajarsang, men uchun qadrli bo'lgan bitta narsani senga beraman. Seriozmi? Men uchun dalli vrema qadrli o'sha narsa. Nima degan? Nima? Mana shu Ray-Ban ochkim beraman senga, kamerali. Cho'sam. Yani. Xohlaganingcha seni kontentingga ham to'g'ri keladi, kontent qilganingda maza ham qilasan. Bilin, do'stlar, u 24 soat yashaymiz unda. Mana qara, kiyimlaringga ham mos turibdi. Bo'ldi. Shartni bajar, mana saniki ukan. Xo'p, bolalar aka, let's go. Yo, bo'ldi, hammasi tugamadi. Hozir men qarasam muxassis shu sturlik qilyapti. O'shanga shartni qiyinlashtiryapman. Agar sen ovqatlanging kelsa yo nima qilmoqchi bo'lsang ham o'zing qila olmaysan. Mana shu obunachilaring yoki o'rtoqlaring orqali foydalanasan. Shunda ovqat yegim kelsa, men shunday tepaga chiqib yonmayman. Yo'q, o'rtoqlaring yoki kimdir olib kelib berish kerak bo'ladi. Faqat sen ko'plar bilan birga bo'lishing kerak bo'ldi. Voy bali. Mana shartni qiyinlashtirdim. Bos endi. Okey. Va bu videoda biz 24 soat shu Porsche va Depo Mallda 24 soat yashab qolamiz. Qani bo'lmasam, ketdi. Ha, va nihoyat chaqmoq McQueen topildi. Hozir endi bizda takı уже syomkalar ketyapti. Bunaqa kontent uchun like opachka sizlardan chiqmasin. Endi biz shu qorin bilan bekima joyimiz. Hop do'stlar, mana bizanikiga kelishdi. Hop do'stlar, mana odam azqim qilib mashina haydab olganman lekin. To'g'risi, juda komfortli mana qopto bilan. Chunki sal bunday yotsam o'sha tepib qolish. Bola sushiga ham deyman. 2 barobar qilib oldiring, 2 barobar. Shunda sushi oldirsanmi? Sushi olib berasanmi? Ishlavsan. Berasanmi? Berasanmi? Axir. Olib beraman, lekin pulni kim to'lashi bilmayapti. Ha, seriozda mana kim nima olib beradi? O'sha yeyjam sushi. Idealga volla desang, 2 hissa qildirib yuboring, muxassis. Mana so'yishsin bor, qo'rqma. Eshitdi. Ana Yo, imенно kechqurun aytdim. Hop do'stlar, mana idealga nisbet, mana hammaning gashati qilyapti. Shuning uchun endi sekin-mashlik pastga tushib, odamlar bilan savol-javob qilamiz. Dilshod akamdan kutamiz. Bitta fanta olib bering. O'sha pulimga olayman. Bundan qo'y. Voy, menga ber koptoni oyog'imga. Bo'ldi. Fantani ham sinkesdan so'raysiz. Brat, beraver. Hop do'stlar, mana Asad hozir mujiklik qilyapti. Ikkalovini ham o'zim olib beraman deb. Ikkita. O'zi menga ering dedi, menga yer o'rishdi. Va supu bo'ladi. Ikkita fanta. Voy. Ikkita fanta. Hop do'stlar, mana hozir to'yga kelganmiz. Depo Mallda butkor ochilgan. Bemalol kelib, sizlar o'zingizga cho'tka assortimentiga butsi, forma, getri, finka, sportivniy kostyumlar sotib olsangiz bo'ladi. Hammasi yeshi kachesida. Hozir biz уже ana mashinaga ketyapmiz.
Hop do'stlar, mana hozir soat 9:50. To'g'risi, rosti sertifikat nima qilishni bilmayapman. Hamma dejurni ko'chada. No, mayli, ozgina sabr qilamiz. Xudo xolisa, mayli g'acha bir qiziqarli narsalar rosti vaqti bilan bo'lib turibdi. Do'sting bilan yomon bo'lsang ham shefing bilan yaxshi bo'lgin deyishgan. Неважно понедельник или суббота, неважно какой день, ведь завтра снова на работу. Конечно, верить в чудо хорошо, но реальный результат мы получаем только потом. Зовут по клубам и тусовкам, какие у меня тусовки, третий год в одних кроссовках. Вряд ли примет там массовку. Всем близким пиз, я по жизни оптимист, и я верю, что когда-нибудь у нас будет заебись. Bunaqa kontent uchun like opachka silidan chiqmasin. Maza, reально вот, maza qilmoq qayda. То есть o'tirib mashinaga. Kopto joydami kopto? Kopto mana. Do'stlar, mana svet o'chdi. Qop-qorong hozir o'sha bekim machola o'ynab qo'ymi. Kontent qilamiz YouTube uchun. Mashinaga do'stlar yirik qo'rqinchli. Do'stlar, hozir mana bitta o'zim, mana shu katta торговый центр, ya'ni depo mall ichidaman. Mana Mo'min Makvin bilan birga. Bu hozir endi biz Bekim achoyimiz va mana shu qop-qorong'i joyi obzorini qilamiz. Do'stlar, bo'lsa nereal ko'ring. Birinchi o'chirsa Dilmiyakiga kattakon rahmat demoqchiman. Bizga shunaqa obstanovka berganlar uchun depo malliga akalarimizga kattakon rahmat. Mana bu to'ramiz cho'shotdi. Polni o'zimizning kechuv. Do'stlar, это вот уровень. Alhamdulillah, o'zim xohlayotgan уровеньga asta-sekinlik bilan chiqyapman. Sizlar faqatgina поддержка qilib tursanglar bo'ldi. Like va podpiska unutmanglar. Biz sizlarga shunaqa noodatiy kontent qilishni to'xtatmaymiz. Chunki mana oyog'imni tajir to'tqonman. Oyog'im yomonroq tezmishdi. No nicho. Raди kontentda do'stlar. Ketdi. Hozir mana bitta o'zim desam, lekin bola kelgandan keyin shu Bekim achoyimiz o'zim Bekim achoyini imajini deb o'ylab yetaman. Oy do'stlar, mana sizlar uchun polniy harakatdamiz. Shohriz aka, mana mash challenge'imizga nima deya olasiz? Soat 2 bo'lyapti, muhassisga uxlamagan, videosi davom etyapti. Mana syomkani tugatib endi ketyapman. Sizga omad tilayman. Moshni bosing. Rahmat kattakon. Значит, ideya zo'r. Da, ideya zo'r. Bosish kerak. Muhimi bosish kerak. Обязательно. Nimaga men qornimga hozir mana qoldi? Chunki Dilshod aka yana menga bitta shart berdi. Ha, ukam qalaysan? Cho'chimayapsanmi ish qilib? Koptoni skochda olganing qara, kallang ishlaydi. Bitta shart qo'shib ketmoqchiman. 1 soat koptoni qorningga boylab turasan. Undan keyin oyog'ingga boylaver. Qani ko'ringlar, qulay bo'larmikin senga? Как раз uxlaydigan payting. Shart eshitganingizda endi men hozir 1 soat shuni yurishim kerak. Уже menda ozgina vaqt qoldi. Почти уже 1 soat bo'lib qolgan. Endi biz shu qorin bilan Bekim achoyimiz. Давайте. Mana bizani Jor aka qidiradi. Kapitanimiz ham o'shani keldilar. Men Idel и Avazli Bekinamiz. Xudo xolisa mana soat hozir 2:50. Mana qornimdan 3:20 da yechib yana oyoq qo'yamiz. Так что do'stlar, landa Bekim achoy boshlandi. 30 daqiqa. Bular qorin bilan endi qanaqa bekinasa biling. Короче, assalomu alaykum hammaga. Hozir bizda Bekim achoy, lekin men qidiradigan bo'lib qoldim. Kapitan sizni qidirasiz deyapti. Bilmadim qanchalik to'g'ri bu. O'zingizlar baho berasizlar. Hozir kutyapman bolalar. Bekim olsa hammasi to'g'ri olsa keyin borib turtaqay. Tis topiladigan bo'ladi. Besh bo'ldi. Men sekin qidirish bor. Men qidirishni boshladim, men ketdim. Tam yo'q. Bitta o'zim hozir
Bo'ldi, yordam beramiz. O'zim bosib to'g'raman. To'g'risi depomon birinchi marta kelishim. To'g'risi вообще men bilmayman joylarni. Xonalarni ham bilmayman. Qanaqadir xonalar yangi ochilgan. Endi to'g'irlashyapti shekilli, mana bu yoqqa bemalol bekinsa bo'ladi. Ketdi. Qochirmasa bo'ladi mendan bir qolsa. Voy nifik. Qisib yaqish mumkin. Ya bo'tdi bo'lmasa kerak bular. Skarisi bo'lmasa kerak. Hozir opshani to'g'rilab qarab chiqamiz. Qanaqa mana bu joyda ochilsa bo'ladi yotdi, lekin skarisi boqib bekinmagan. Chunki anaqa bor. Ochsa bo'ladi dekangchi. Voy. Yo'q, bo'tdi, yo'q. Точно bo'ladi. Voy, bilyard. Biz başlı görünmeyapti-yu. Kötüyonman ne ayaqdaki. Yo'q, qarab turgansizlar, bilmayman. Ya birinchi top oldi, birinchi topdi. Hozir men o'zim birinchi muhan topaman deb o'yladim. Yo'q, вообще ekan bor, mana bunda kirish kodlari. Hello. Muhat chiqaqo. O'zim olib ketaman, o'zim ovozimni to'rsa. Bor ekan. Yo'q, yo'l bor ekan. Ko'proq blaze bilan qilish kerak edi-ku. Hayotga olmachi chivordim. Mayli. Hop do'stlar, men sal adashibman. Mana ko'rsanglar bo'ladi videoda. Mana rovni soat 2:07 da men qornimga qopqir qilganmiz. Hozir уже 3:06. Естественно, endi yana qopqirdan oyoqni o'tkazamiz. Ketdi. Yana oyog'imga boylandi skoch. Mayli. Ozgina qoldi. Hozir topdilar. Tepamasligiga точностini. Hop, mana hozir уже 7 soat 21 minutdan beri. Hop do'stlar, mana hozir challengeimiz davom etayotganiga 8 soat 20 minut bo'ldi. Oyog'imni уже почти чувствовать qilmayman. Juda qattiq og'rib ketyapti. Endi biz hozir soat shugacha soat 4da ikkinchi etajga chiqib o'tablo qilamiz ekan. Do'stlar, vashcha boshqacha bo'lar ekan. Hamma joy qop-qorong'i bo'lsa, reально постоянно yorug' turadigan joylar surilgan. Hop do'stlar, mana mashina joyida. Challengeimiz hali ham davom etyapti. Tong ham otdi, g'ulom ham keldi. Hammalarga xayrli tong. Mana уже challengeimiz davom etayotganiga 11,5 soat bo'ldi. Вообще wow rezultat. Men xudoga shukr, уже mana mujik сказал, mujik сделал, gapimda turyapman. Xudo xolisa endi Dilshodagani kutamiz va yana balkim yangi shartnoma berib qolishlari mumkin kecha-kecha. Shuning uchun oxirigacha kutamiz ularni. Let's go. Bye bye bye. Oldin bye. Bitta kimga? O'zimga. Bitta nima? Ishlarsiz. O'zimizni shartlayapsizmi? Qo'lning saviyada qolib. Hamid o'z sport-ku, buni. Oyog'i singan odamga bo'ladi-ku. Ma'lum. Vasi sizga yo'q ekan. Anaqami? Uyimdan olib kelyapti-ku.
Hop do'stlar, mana hozir bizda Xudo xolasa konkurs ketyapti. Obunachilar bilan birgalikda Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ydi, chunki u yerda ham har hafta yoki har oy qo'ldan kelgancha konkurslar qilamiz. Do'stlar, boringlarga shukr, mana qo'lning rasm bo'ldi. Bizning challengeimiz haligacha ham davom etyapti. Xudo xolasa kechki paytda soat 7 gacha ham shu yoqdaman, kelaverasiz. Aroch hozir mana tabir tumancha nomzodlar tanlayapti. Necha soat bo'lganini ko'rsang. Soatmi? Qarochi soat 11:34. 11:34 hali yana ko'p rat qoladi. Ay, buqa. Hop do'stlar, mana mashina shotdi. Moyoz qo'shlangan. Challenge hali ham davom etyapti. Do'stlar, mana nihoyat Lili akam keldilar. Ay, buqa. Mujik сказал, mujik сделал уже. Mana shu gapni necha marta aytding? 57 marta aytdim. Gap yo'q lekin. Men amallarni ham qila olmaysan. Endi qiyin-da, bu qilamasdan qilish shu. Qilamading, gap yo'q, bos. Shu. Aliroq qiyinlashtiraman 7 ga yaqin inshaalloh. Aka, 8 gitgan. Hozir. Do'stlar, oyog'im yomonroq, to'g'risi kameraga gapiradigan kuchim yo'q. Bitta ko'p o'tiribdi. Ikkinchi oyog'ingga ham ko'p to'p qo'yasan. Mana bu qo'lingga ham ko'p to'p qo'yasan. Mana bu qo'lingga ham ko'p to'p qo'yasan. Boshingga ham ko'p to'p qo'yasan. Soat 7 gacha. Soat 7 gacha oxirgi. Soat 7 gacha. Turasan. Soat 7 gacha. Yo'q, Ancha 8 gacha. Nechida boshlagansiz? 8. Bo'ldi, 8 gacha turasan. 7 dedik. 8 gacha turasan. Mujikmisan? Mujikman. Bosgan. Do'stlar, давай. Давай, aka. Hozir gapiramiz. Xullas, yana bitta masala, meni ko'rganda hamma shart so'rayapti-da. Aka, qilamiz. Qilishni biladiganlar so'raylar, bo'ldi, mendan boshqa shart so'ramanglar. Shart bermayman, bo'ldi. Tugadi shart. Do'stlar, mana shart shu. Atako'si normalniy bo'laman. Bemalol direktorga yozsanglar bo'ladi. Direktorlar o'zi gaplashaveramiz. Hop do'stlar, mana 24 soatlik challengeimiz tugashiga mana 1 minut vaqt qoldi do'stlar. 1 minutdan keyin уже полный bo'ldi. Yutaman men уже Dilshim akani shartlarni. Do'stlar, 30 sekunddan keyin уже yutaman men. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 soat depo molda va mana shu Dilshim akani postlarining yonidagi challenge o'z nihoyasiga yetdi. Wow, 24 soat mashqdan. Nihoyat ochki meniki endi. Dilshim aka xudo xolasa ertaga уже ochkini sovg'a qilaman dedi. Bugun sizga kelolmadilar. Xudo xolasa ertaga sizlar bilan birgalikda Reels'da уже ochkini olamiz. Mana shu ukamizga ham gap bo'lishi mumkin emas. Yosh bo'lishiga qaramay, shartimni bajarib, oxirigacha kurashda epladi. Gap yo'q ukam. Avvalambor rahmat kattakon aka. Imini meni tanlaganingiz uchun ham rahmat. Realni ajotaj beshinlik bo'ldi. Kattakon rahmat. Men nimaga bunaqa narsalar qilyapman? Nimaga yoshlarni qo'llab-quvvatlayapman? Biz ham xuddi sandika paytimizda, sani yoshingda ijodni boshlaganimizda, bizlarni ham ko'rsatuvlarga chaqirishib, sindirib, ustimizdan kulib, xullas hamma narsa qilishga harakat qilishardi. O'sha payt bizlarni paddeshka qiladigan odam yo'q edi. Men o'shaning uchun ham yoshlarni qo'llab-quvvatlayapmiz, Abdushu paddeshka qilyapmiz. Shoning, 24 soat turdim-ku. Ertasi kuni уже reklama oldim. Seriozno. Istoriyani necha minutda ko'rarding? Ну, challengedan oldin bir 15 minutga borardi. Hozir necha minutda ko'ryapti? 80 minut. Qani ko'rsatchi, hozir. 80 minutda? Voy, mana o'shalar topoviy blogerlarning orasida yuribdi-da, vashi, gap yo'q ukam. Men xursandman, aktiving ko'tarilsin, bundan yog'iga istoriyalarni ham bosgan, yetgancha ham sovg'angni berib qo'ya qoling. Va'da qilingan narsa, o'sha men uchun qadrdon bo'lgan ochkini mana senga topshiraman. Oy, do'stlar, Ray-Ban ochki. Shundoq yoqasan-da, mana shu buyog'iga syomka qilib ketaverasan, ijodingga, mana shu seni kontentingga foydasi tegsa, men xursand bo'laman. Sizlar ham gazini bosinglar, hech qachon to'xtab qolmanglar. Let's go, bolalar.